Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki kardeşler. Salam sizlerge ve âli ihtiram. Uzun boldu ekranda. Biz görüşmekle. Sizlerimi sevinip kalan sizlerden sizlerini sevindim. Birisi beşimizge qattiq kun tushgan vaqtlarda, birisi bir yeni bir xabarlar, salbal yaxshiroq xabarlar chiqqanlarda sizlar bilan yuz ko'rishni orzu qilaman. Men bugun men ko'ringlar 3 kun bo'lib ketdi. Bunun yana qandaq aqıdan bir iş chiqadi deb kutib turdim. Lekin buningdan cho'ng ishmi bo'lmaydi, ya'ni buningdan cho'ng bo'lishi mumkin. Masalan, hozir Amerika hukumati, Savdo ishlar ministrligi, o'sha Oqsaroy, o'sha Amerika davlati bizning Uyg'urlar uchun amaliy bir tadbir qo'llanmaydi deb ichimiz pishayotgan. Buning birisi qonun ma'qul o'tishdi. Bu o'tmayotgan, san'atdan o'tgan bo'lsin, kongressdan chiqib Oqsaroy bo'lmagan sharoit ostida bular shu volqonda chiqib bu qidim lagerning taqash to'g'riliq amaliy bir tadbir qo'llandi. O amaliy tadbir Birleşken Devletler Teşkilatı deyotgan, o'ttirib qo'yayotgan bunda tadbirlar yomon jiq. Lekin Xitoyning qilin qattiqligi, Xitoyning vahshiyligi, Xitoyning zodi men o'ltirib tugutman, men shu jinoyat o'tkazgan deganiga yetarli emasdi. Hozir mana buning birinchi bosqichi boshlandi. O bo'lsa bu qatimqi savdo ministerligininki e'lon qilgan 28 şirket ve Gungantin, Bangtan, şunun o'xshash qonun o'rinlari Uyg'urlarga sodi zulm selayotgan mushu Sharqiy Turkistondagi mushu doiradagi hammasiga jazo yurish qildi. Embargo desakmi bo'ladi, qarindoshlar. Mushundaq qilib hozir Xitoy qat'iy lagerni taqashni o'tirib qo'ydi. Hatta Savdo ministerligi nima dedi deganda, biz Uyg'urlarni bundaq bastırışqa, bundaq qirg'inchilik qilishqa Amerika bulara qat'iy yo'l qo'ymaymiz dedi. Qarindoshlar, bu biz uchun aytganda bir qadam ilgirlash. Az to'g'ri xo'sh xabar. Bizning 200 ming odamimiz beguna, qiyin qisloqda o'lib ketdi. 16, 17, 18, 19, 20 yaş kızlarımız yağlı atkan, yani din mektepte okuyan kızlarımızı apırıp turmalarda 3. turma, 4. turma, 1. turma, Bacanko turması ve Miçven'deki lagerlarda aş koğulap, jürüp, urup, saatlap, urup, dümbülleri kökaydıcı urup, mektep degende adam urandı o canım karındaşlar. Kızlarımız açlıktan ölüp ketdi, aşının içinde qosqu toyğudek tamaq yemək. Saran bo'lib ketdi, tayoqni yavirib, qiynavırib, dəpsəndi qılayverib. Bizning bağrımızda ot-onları əkilitib cho'ng qolgan balalarımız sizlarning kelgusiinglar, avlodinglarni Xitoy mushundaq qildi. Mana bizning aşı to'kilgan qon, aşı yig'ilgan ohuzlar falakka yetib Amerikani o'rnidan dastur uzib, bugun Xitoyning yer shari xarakterlik jinoyatiga hem Şangan hem Amerika tang chiqdi. Oylab bakınlar kardeşler. Şangan ne için çıktı? Şangan Uygurlarının hazırki vaziyetinin özünün peşine ət kildiğanlığı közü getken akıllık Şangan halkı Şangan yaşları şunu oturup çıktı. Uygurlarını bugün muşunda kırgın kalmışsa bizni bugün ət kılıdı. Ögüllük Tayvanlı kılıdı. İndillik Tibetli kılıdı. Onun dikin Xitay özünün içindeki demokratiya erkinlikini süydüğün müstakil yaşaşını halaydıgan adamlarını kılıdı. Şu bugünkü Uygurlar meselesini biz herkes Uygurlarını bir bunda koymaya kutulduruşumuz gerekti. Şanganlıklar çıktı. Bana Amerika hükümeti orundan dasturup bugün Xitayga özünün pozisiyasının en kattık buluduğanlığını, katli lagerini takış gerek ekenliğini etti. Menimce Xitay hükümetinin bununla qarab turmaydiganlığını, özünün kıvatkanlığını, Xitayның hükümet işidir mi menimce? Hemmisi bunda vahşi emasdi. Şularni aşlar fikir qilib, mush lagerni taqtidiganligiga, lagerning pat fursat yaqin soatda yo'qildiganligiga mening ko'zim yetib atadi. İnşallah mushu bir boshlanish bo'lib, bizning xalqimiz lagerdan 12 soat ishlaydigan qullar lagerdan qutulib o'z uyiga qaytib kelgisi. İnşallah bütün dünyadaki chet eldeki fuqarlar bilan telefon orqali ko'rishib, telefon orqali quchoqlashib, eng oxirida pasportlarning qo'liga elib, vatanning ichidagilar, teshirikilar bilan ko'rishkisi, teshirikilar, ichidagilar bilan ko'rishkisi. Qarindoshlar, biz anglayapmiz. Xitoy hukumatiga shuni men signal berib qo'yay, biz menda anglayapmiz Xitoy hukumati. Butunlay pul va boylarni urib o'ltirayotganligini anglayapmiz.
Fakat ölüvatqanlar, dinde okugan, şu pulva bayla, çetelge berip kelgenlerine sizlerden şunda kıvatqalığından anlavatımız. Biz bunun izdirgeni bizle emas, Şarkı Türkistan halkı, bütün dünya halkı, hem bütün siyasi ollar, devletler bunu sürüştü kılıdı. Şunun için Adem uruşunu toxtutunlar ve kızlarımızın kıynaşını depsende kılışını toxtutunlar. Uygur halkını bir kısaskar milletke aylandırıp etsenler, Uygur halkı ot tutuşup ketse, sizler bu ottan keçip kutulanmaysızlar. Şunu halkım, men bir kısaskar anamla. Mening aqımda sizlarning kısaskar bo'lib turganligingizni ishinaman. Lekin masalani biz tinchlik bilan hal qilishga butun dunyoga murojaat qilyapmiz. Butun dunyo tinchlik bilan hal qilib berish kerak. Biz shunday qilishni orzu qilamiz. Agar uningga yetolmaganda har bir Uyg'ur million Uyg'ur bo'lib o'rnidan qo'yadi. Men shu kunning keldiganligiga ishonaman. Rahmat sizlarga. Yana oxirida bir gapni qilay, rahmat deb bo'lib, oshi yig'ilgan qizlarning, chiqirgan qizlarning, ochdan o'lgan qizlarning, tayoq yegan bolalarning qisasini biz olmay qo'ymaymiz. Shuni bilinglar qarindoshlar. Buning uchun o'zinglarni yaxshi tarbiyalanglar, ham hushyor bo'linglar. Rahmat sizlarga.